Ben Abdurrahim Tümür. 2001-yildan başlap Shveysariyada yaşayatıman. İşgal aslida yaşayotgan ve Xitoy hukumati tarafidan aloqamiz uzilib ketgan, xabar ololmayotgan ocham ve inillarim haqida guvohlik beraman. Ocham Fatigul Sidiq, Bahargul Sidiq, inim Abdukerim Sidiq. Bularning hech qaysidan xabar ololmadim. Bu ocham Fatigul Sidiq Qashqar viloyat Yupurg'in oyi 3-kanit 4-mahallada o'tirdi. 70 yoshlarda bor. Uning ostidagi Bahargul Sidiq 65 yosh atrofida. Inim Abdukerim Sidiq. Men ular bilan hech qanday aloqalashmag'ili 2017-yildan boshlab hozirga qadar hech qanday aloqa qilishmadim. Ularningki qanday ahvolda turayotganligini men hech qanday xabar olmaganligim uchun guvohlik beraman. Xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining Xitoy ishg'olchilarining bu irqiy qirg'inchiligini to'xtatishni va xalqaro qonun bo'yicha jazoga tortishni talab qilaman.